Buxoroda KFC file, KFC qanotchalari atiga 65 ming so'm ekan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Buxoroda har kun ham bunaqa aksiya bo'lmaydi. 1 kilo KFC filemiz atiga 65 ming so'm, sovuslar ham bo'ladi. KFC qanotchi yaxshi ko'radiganlar 1 kilosi 65 ming so'm ekan, sovuslar ham bo'ladi. Vaqtingiz bo'lmasa, yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Usti qars-qurs, ichi esa yumshoq va shirali. KFCni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, siz ham tatib ko'ring, sizga albatta yoqadi. Qanotchani ham ta'mi juda ham zo'r ekan. Ta'mi o'zgacha va eng asosiysi tuyumli ekan. Bu aksiyamiz 1 kilo KFC va undan yuqori KFClarga amal qiladi. Aksiya kunlari 24-avgustdan 30-sentyabrgacha amal qiladi. Shoshilinglar, videoga like bosib, buxoroliklarga jo'natib qo'ying. Sizlarga manzil aytaman, yaxshilab e'tibor bering. 5-qamishbardan kelaverishda bu yog'i Karmen Plusga bormasdan. Bu yog'i esa Bitu universitetini yonida joylashgan.